Türkiye'den hamkes gelgen çiğiste Türk'ün balası. Oho, ismin nima seni? Hikmet Çalıkışı ismim abi. Kinonun nomini aytyapti bu. Yok, Ha, yok. mayli nima sotyapsan Çalıkışı? Biz size Türkiye'den gelgen mana bardak çay içeden stakallarını tavsiye edecekmiz. Haqiqi. Lekin buni gapirishi turkka o'xshayapti. Qancha bu? Qancha? Bunu size 250 dolara verecek ben abi. Yok. Bu eski tanış. 200 dolar geber. Verdim size danışıp olanınıza. Alacak mısınız? Zo'r narxda. Alacak mı? Olacakmi? 13 minut kaldı samolyota gidiyoruz. Aptın veriyor. Verecek mi size optima? Biz samolyota geçişimiz gerek. Hammasimi qancha? Hesapla. 1800 dolara olacak mı? Bir yarım geber. Danış olsanız verdik ene. 1000. 1200 ber ver. 1000. Kötengizsin 1200. 1000 der. 1100 verin. Ya 1000. Ver şuna. Yeterli. Alıyoruz. Pul yap çıkın. Fatima pulni olib chiqayingdan so'ra. Jiyan tog'anglar etti. Omadli-da tog'ang. Turklar keldi. O'zi oyog'i bilan mana shu narsalarni hammasini menga skitkada berdi. Men uni 200 dollarga berdi. 250 dollarga narsa edi. Общем, mesarovka, qo'shiq, stakanlar hammasini optimal haqiqiy tur etkizishni 1000 dollarga menga skitkada berdi. Ha, tog'a yosh bolasida yana aldab ketibdi-da. Xuddi mana shu narsalarni kecha men Inbazarda arzimagan pulga oldim, tog'a. Mana shuni nech pulga oldingiz? 400 dollar. 85 ming deb yozib qo'yibdi-ku, yosh bola bo'lmang, tog'a. Mana qo'shiqni nech pulga oldingiz? Ha, bu tilla qo'shiq bu 250 dollar. Tilla qo'shiq hech zamonda 49 ming bo'ladimi? Yozib qo'yibdi katta qilib. Nasirovkani qanchaga oldingiz? 350 dollar. 300 ming so'm turibdi Inbazarda. O'sha yerdan olsangiz bo'lmaydimi? Undan tashqari kiyim-kechak deysizmi, o'yinchoqlar deysizmi, hamma narsani arzon narxda olasiz Inbazarda. Yana o'sha bolami? Tavba qildim dedi lekin u menga. Shu unaqalarning tavbasiga ishonmang, tog'a. Gördün mü? İnbazarda arzon geleceksin, köşeye çık kılıç satacaksın de. Bu bir bile. Pullar vodiysi. Tur baraqa. Sen kim eding? Ali muallimmi kim eding? Çalıkışı abi ne oldu? Çalıkışı. Sen Inbazardan narsa olib menga qimmatiga sotajakmisan? Mashsha, pasportingni ber. Verme. Jan, bugun Peshanba, Jumta. Marim Fikram, Beruniy Qoraqalpog'istondanmisan? Janob Rasulning qo'shnisisan, mashsha? Başımesmen men. Sen bu yoqqa, sen menga tavba qildim deganding-ku. Abi menga ishonma. Nega? Men g'ir qasamxo'rman abi. Men kimman? Sen g'ir lattasan abi.